Bo'ldimi, normalniymi hammasi? Bo'ldi. Efirga kirayotganlarga salom. Orada salomlashib olmay qolsam, eshitib keturasizlar. Xullas, bugun X-образный, O-образный diagnozlariga anatomik mishleniyya bilan qarab ko'ramiz. Qaranglar, muammo nimani hisobiga kelib chiqadi va yechimni nimadan qidirishimiz kerak biza? Nimaga taxta boylash ziyon? Taxta boylash nimaga kerak emas? Taxtani zararlari nimani hisobiga taxtasiz ham rezultat bo'ladi. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, o'zi normada bola tug'ilganda problemalari bo'ladi. Yoshi katta bo'lgan sari bu problemalarning turi ozgina o'zgaradi. Masalan, yangi tug'ilgan bolada rodovoy travma bo'ladi, krivosheylar bo'ladi, hazm bilan bog'liq muammolar, qusishlar bo'ladi. Endi displaziyalar bo'ladi, displaziyani darajalari bo'ladi. Bola sekin-sekin oyoqqa turishga yaqin mana shu oyoqdagi muammolar ko'rinadi. To'g'rimi? O'sha oyoqqa qo'yilgandan keyin O-образный bo'lib shakllanib qolishi mumkin, yoki X ga tortib ketib qoladi, kolenasi buziladi, stopasi buziladi, oyog'idagi plaskostopiya bor yo'qligi yana esga tushib uni tekshirtiriladi. Muammolar yuzaga chiqib keturadi. Bulardan o'tib olgandan keyin endi bolada maktab yoshiga yaqin umurtqa pog'onasi kasalliklari birdaniga avj olib ketib qoladi. Подростковый возраст bilan shu maktabga chiqqan yoshi orasida bolani bo'yi o'sgandan keyin bu narsa yana ham kuchayadi. Ko'rdinglarmi, hammasi yoshiga qarab ketyapti. Bola tug'ilganda boshqacharoq muammolar edi. Qo'shilib yana boshqa muammolar kelib chiqyapti. Bola yangi tug'ilganda, shuna ko'klarni deb turasan, qizim. Bola yangi tug'ilganda ko'pincha ona qornida taxlanib yotgan pozasi bo'lgani uchun bolani oyog'ida deformatsiya bo'ladi. Lekin u narsa hali bu diagnozni qo'yishga voqelik qiladi. Chunki u ona qornida 9 oy shunaqa yotib shakllandi. Bu oyoqning formasi qiyshiqroq bo'lishi, O-образнойroq bo'lishi tabiiy. Bu tonus hisobiga, tortilib taxlanib yotgani hisobiga bo'ladi. Endi 5 oydan keyin u qaytmasa, ya'ni to'g'rilanmasa, hali ham tortib yotgan bo'lsa, demak bu tonuslardan darak. Qo'yvormayapti, yozilmayapti oyog'i. Endi qarang, normada bolani oyog'ini qarasangiz ham o'zi suyini egirli joylari bor. Normada ham qarasangiz o'zini qiyshiqliklari bor. Sababi mana bu nimagadir ruchkamizning rangi o'zgarmay qoldi. Qarasangiz, oyoqda golovkani normada turibdi-da, lekin mana bu kolenni ko'rsangiz, ozgina bu yoqqa qarab rivojlangan, sog'lom normada turgan bo'lsa ham. Oyog'imizning bo'lsa, o'qi to'g'ri, mana bu tizza o'qiga, bu yoq o'qi to'g'ri. Bu norma. Lekin shu normaga qarasanglar ham suyini o'zining anatomik shakli bor. Nimaga? Chunki Alloh shunaqa darajada mukammal qilib yaratib qo'ygan. Tizza agar lineykaga o'xshagan tekis bo'lganida, tekis chiziq bo'lganida, oshig'i bo'lmaganida, mana bunaqa svyazkalari bo'lmaganida, uni ozgina egriligi bo'lmaganda, siz tepalikdan sakraganingizda oyog'ingiz cho'rt o'rtasidan sinib ketishi kerak. Chunki og'irlikni qabul qilmaydi tekis narsa. U narsa yengil bukiladi sakraganda, undan keyin amortizator bo'lib yoziladi, как пружинkaga o'xshab. Shuni hisobga oyoq sinib ketmaydi. Agar tep-tekis bo'lsa ham bu muammo. Ploskiy bo'lsa ham bu muammo, umurtqaga yassilib berib yuboradi. Keyinchalik umurtqa pog'onasida muammolar bo'ladi. Bu ko'rayotgan narsalar norma. Endi varusniy deformatsiya, ya'ni O-образный qiyshiqlikni ko'radigan bo'lsanglar, shuni o'chirib turaman. Qaranglar, solishtirib olinglar. Mana ko'ryapsizmi, bunda o'zi nisbatan tekis kelyapti tepa. Muammo tepadan boshlanyapti. Oyoqdan emas. Mana siz mamutga bunday taxta boylab qo'yasiz. Mamyoni chegaralisiz. O'rtani siqib boylab qo'yasiz. Nima bo'lyapti? Suya qayerga borsin? Bu yoqqa borib to'g'rilansinmi yo bu yoqqa urilsinmi? O'rtaga siz siqib qo'ydingiz. Bu yechim emas. Bu faqat og'riq. Bolani miyasigacha og'riq chiqadi, chirkmoy davleniyasi oshib ketadi, sudurga achaklari ochiladi. Bu yechim emas. Taxta bilan uni orasini qisib qo'yish, oyog'ini orasini qisib qo'yish bu yechim emas. Taxta bilan men tuzatganman deb sporlashadigan, masalan, massajchilar bo'lsa,
o'rtog'inglar yoki boshqa u natija u taxtani hisobiga bo'lmagan, aniq 100%. Taxtada faqat to'qimi ezilgan, qon tomiri ezilgan, og'riq bo'lgan, bola yig'lagan, chirillagan. Mana shu azobidan boshqa narsa bo'lmagan. Tuzalish boshqa narsani hisobiga bo'ladi. Qarang, bu yerda ploskiy kelib qoldi-da, tepadan. Endi mamyoga kelganda ozgina og'ish bor. Ko'rasizmi? Suyen o'zida. Bu narsa bu yoqda ham. Mana. Bu yoq tomonchi desangiz, shuni hisobiga уже bizda bundoq ol bo'lib qiyshayish bor. Ichkarida mana buni sababi. Ichkariga nima qilib qo'yadi? Ichkarida buni sababi. Lekin siz buni taxtalab qo'yganingiz bilan u taxta buni to'g'rilab bermaydi o'zi aslida. Endi qarang, tepada holat boshqacha, pastda holat boshqacha. Endi nagruska qarab kelyapti. Stopa qanaqa qarab qiyshaygan? Ko'rasizmi? Mana strelka bilan chizib qo'yishgan. Olgan. Ko'rasizmi? Endi bu yerda dasha stilkani qanaqa berish kerakligini ham ko'rsatyapti. Endi X obraznyni qaraydigan bo'lsanglar, mana bu yerda turibdi-da golovkamiz. Suyak bu yoqqa qarab qiyshiqlik beryapti. Normadan ko'ra ancha yuqori bu yerda gradus. Suyak kelyapti, suyak kelgandan keyin bu yerda taqsimlanish bo'lyapti. Ko'rasizmi? Bu ham bu yoqqa qarab qiyshagan. Mana shu qiyshiqlikning hisobiga bizda X diagnoz kelib chiqqan. X deyiladi. Valgusniy deformatsiya X-mon oyoq deb tushuniladi bu narsa. Varusniy deformatsiya bu obrazniylik bo'lsa, valgusniy deformatsiya X-mon qiyshiqlik. Endi qarang, shunaqa doktor yozib beradi, diagnozda sizda направление bo'lganda X-obrazniy demaydi-da, yoki obrazniy demaydi-da, yoki po'shtirnoq ichida X o'zi belgilab ketadi-da. Doktor varusniy deformatsiya kolenniy deydi. Yoki varusniy deformatsiya stopa. Yoki ploska valgusniy stopa, ploska varusniy stopa deb aytadi. Bunda siz nimani tushunish kerak? Agar siz ploska valgusniy deformatsiya deyotgan bo'lsa, demak, uni oyoqlarida valgus mana ichki tomonidan qiyshiqlik, oyoq tomonni mana bu tomoni turibdi-da, ichki tomoni bo'ladigan bo'lsa, tortilib ketdi deyapti. Sodda qilib aytadigan bo'lsam, ploska valgusniy deformatsiya bu o'sha to'piqdan pastdagi o'sha X-mon qiyshiqlikni bergan holati bo'ladi. Endi bunda ko'rgan bo'lsangiz, ham plaskostopiya bo'lishi mumkin, ham qiyshiqlik bo'lishi mumkin. Yetmaganiga oyoqni ichkariga ham tashlashi mumkin. Shunaqa turlari bor. Endi qarang, ploska varusniy stopa dedi. Bu oyoq obrazniy bo'lib qolganning hisobiga endi u ichki tomonni, mana bu tomon o'zgaryapti-da oyoqni. Ko'rasizmi, og'ishni? Og'ish bo'lyapti-da. Undan keyin tepa qiyshayapti mana. Bunda bolalar oyog'ini mamyo tomonini bosadi. X'da nabarot mamyo tomonga keladi hamma nagruska. Ichiga. Chunki ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda butdan o'tadi. Bunda butdan o'tadi. Problema. Yo'li. Aynan mana shu problemani yo'li boshqacha bo'lganning hisobiga qiyshayish boshqacha bo'ladi. Mishichning tsepda o'zgarish bo'ladi, tortishmalar bo'ladi. Oyoqni to'pig'ida ham o'zgarish bo'ladi. Endi qarang, bu qiyshiqlik bo'lishi mumkin bo'yindan. Bo'yindan, tazdan yoki mana bu stopadan. Tovon to'piqdan bo'lishi mumkin.
Endi yechishingiz ham mana shu joylardan bo'ladi. Bo'yindan yechib ko'rasiz bu problemalarni, tazdan yechib ko'rasiz, stapadan, tovon to'piqdan yechib ko'rasiz. Agar to'piq bilan tovon orasidagi suyelada qiyshayishlar yoki mana bunaqa aylantirib tashlaydi-ku, ko'pchilik massajchilar aylantirib tashlaydi, ochib tashlaydi, o'tdagi ichkaridagi melki sustavlar cho'ziladi, joy beraveradi suyakka, oyoqdan ortiqcha suyel o'sib chiqadi. Bunaqa holatda buzilish stapadan bo'ladi, keyin tanadan tepaga u qiyshayish yuradi. Ko'rgansizlar-ku, umurtqa pog'onasi qiyshayadi, stapada o'zgarish bo'ladi, umurtqa pog'onasida o'zgarish bo'ladi. Tizzada bo'ladi, yuqorida bo'ladi, tazda, bo'yinda hammasi bir-birini umurtqa pog'onalarigacha buzilib ketadi. Yokida bo'lishi mumkin yana bitta sababi tazda mana o'zgarish bor, bu oyoqning uchigacha berib yuboradi. Yokida o'sha boshida o'zi problema bilan tug'ilgan edi bola, krivasheyasi bor edi, bo'yinda qanaqadir spazmlari bor edi, o'sha krivasheyani oxirigacha davolanmadi, yokida ichkarida qanaqadir ozgina muskul ishlamay qolib ketdi. Bo'ldi, u oyoqqacha kelib spazm berib yuboradi, tortib ketadi oyoq. Shuning uchun ko'pincha faqat pul uchun emas, massajni umumiy qilinadi. Chunki holat qayerdan topish kerak. Qayerdan bo'lyapti problema, qaysi muskul ishlamayapti, yokida qaysi mышечный цепи yo'lida spazm kuchlilik qilyaptiki, tonusini tortib ketyapti. O'shani balansga olib kelib qo'yish kerak. O'shanda tuzaladi, taxtasiz ham. Boshqa holatda siz suyini ezganingiz bilan siz faqat shu chegaralab qo'yasiz. Lekin bu chegaralaganingiz og'riq hisobiga, tirishganlik hisobiga u battar ham bo'ladi. Ko'pincha tonus bir xil mahalda oshadi, oxir qo'yib yuboradi. O'sha paytda sizning ko'zingizga vaqtincha natija bo'lib ko'rinadi. U keyin asorat beradi. Bolada baribir asorat beradi. Yo qo'rqoq bo'lib qoladi, yo salga cho'chib ketadigan bo'lib qoladi, yo o'sha agressiya oshib ketib qoladi, injiqlik ko'payib ketadi. Bekorga emas, uni tanasi og'riydi chunki. Bolani tili yo'q, sizga aytib bera olmaydi, mana tanamda bunaqa bo'lyapti deb. Onaga massajchi nima deb tayinlab ketadi? 2 soat yechmaysan, qichqirsa ham, baqirsa ham turadi. O'shandan natija bo'ladi. Bo'lmasam, mendan ko'rmalaring deydi. Natija bo'lmasa, keyin mendan talab qilmalaring, sen qilib bera olmading deb. Chunki sen o'zing taxtani bo'ylamagansan deydi. Bu g'irt. Ikkinchi massajchining gap, to'g'risi. G'irt ikkinchi massajchining gap. Siz tortish qatdan kelib chiqyapti, qaysi muskul tortib ketyapti. Bu suyi emas, faqat suyidan tashqari bizda nerv to'qimalari bor, qon tomiri bor, muskul bor, pay bor. O'shalarni ishlasam, mamdan tortganni mamga qo'yib yuborsam, keyin bunda oyoq to'g'ri keladi degan fikringiz bo'lsa, topib olasiz qo'lingiz bilan. Shunday paypaslab topib olasiz. Nimaga? Chunki siz faqat rentgenda suyini ko'ryapsiz. Bunda naglas qaraganda oyoqning qiyshiqligini ko'ryapsiz. Mana bu terini ko'ryapsiz, lekin uni ichkaridagi muskullarichi, paylarichi, yo'llarichi o'shani ko'ra olmayapsiz. Siz buni ko'ra olganingizda edi, taxtasiz ham oson natija qila olardingiz. Tushunarlimi? Biz faqat ko'rganimizda oyoqni ochish kerak, taxta boylash kerak, unaqa manaqa emas. Qidiramiz sababini. Qayerda, bo'yindami, qorindami, umurtqadami, tazdami, yokida tegidami, qayerda? Oyoqning qiyshuvligiga nima sabab bo'lyapti? Qiyshuv paxotkaga nima sabab bo'lyapti? Hammasini qo'limiz bilan bitta o'sha massaj qilishni boshlaganimizda topib olamiz. O'sha qismini ishlaymiz, bo'ldi muammo yechiladi. Haqiqiy natija 2 oy o'tgandan keyin ko'rinadi. Haqiqiy natija, lekin 10 kun ichida ham u natija bo'ladi. Bizda 14 yoshda ham, hattoki 14 yosh semiz o'g'il bolada bitta mышечный цепь bilan ishlaganimizda o'sha 15 kunda zo'r natija bo'lgan. Dahshat qiyshiq oyoq ancha to'g'ri bo'lib qolgan. O'sha bolani o'zi ham aytgan, "Voy, yurishim oldingidan yengil, oyi, futbol o'ynay olmas edim, o'rtoqlarim bilan futbol o'ynashni boshladim" degan. Ona shokda. Semiz bolasi futbol o'ynayapti. Buni yugurtirish olmagan bolani, chunki oyog'i og'rigan. Oyoq qiyshuv, nagruska oyoqga noto'g'ri taqsimlanadi, charchab qoladi, oyog'ini kafti, usti, boldiri, tazi, beli og'riydi bolani unaqa holatlarda. Og'riq bo'lgandan keyin qaqqa yuguradi. Xalloslab kelib o'tirib oladi lapanglab. U bola qancha kam harakat bo'lgani shuncha semiradi, ves oshadi, oyoqqa yana nagruska tushadi, vaziyat 5 battar. Ko'rasizmi? Biz ishlaganimizdan keyin o'sha oyoqda tortishmalar kamaygandan keyin to'g'rilanish boshladi.
oyoqda og'irlikni taqsimlanishi nisbatan normallashdi. Bola sirasi yengilligini bilib, o'zi bilmagan holatda qiziqadi-yu bola. Harakatini anaqa qilmaydi, ko'pincha kontrol qilmaydi bola. Voy kecha yugura olmayotgandim, bugun yugurmadim demaydi. U faqat случайно aytadi bo'layotgan vaziyatda. Bolamni maktabdan formasi kir bo'lib kelishni boshladi. Bolam qo'shilib o'rtoqlariga yugurib, kiyimini kir qilib kelishni boshladi. Yugurishni boshladi bolam deb xursand bo'lib ochiq telefon qo'ydi. Chunki yugurtirish olmagan u bolamni, tanasi dosh bera olmagan yugurishlarga. Lo'pos deb o'tirurgan, masalan, o'ynagisi kelgan u bolani ham qo'shilib o'rtoqlari bilan qopda o'tibgisi kelgan, maza qilib shatalatgisi kelgan, nu tana dosh bera olmagan. Yuguryapti bola, energiya sarf qilyapti, ozyapti. Ko'rasizmi? Bo'lmasa, o'sha doktorlar даже gormonal narusheniyaga qarab ketyapsan deyotdi bolaga. Siz просто tak massajchi emassiz, siz qancha narsaga masalan o'zingizni hissingizni qo'shishingiz mumkin. Faqat uni zanjirini tushunib olishingiz kerak. Endi qarang. Norma holat, ikkalasi ham patologiya holat. Bu holat ham bo'lishi mumkin, bu holat ham bo'lishi mumkin. Bu holatda ichki tomondan kelyapti natijaniya, bu holatda tashqi tomondan kelyapti natijaniya. Endi bu belgilanib ketgan bo'lishi mumkin. Bunisi qorinda bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi sabab qattaligini? Buniki bo'lishi mumkin, mamiyo tomondagi muskullar ishlamayapti. Bunisi bo'lishi mumkin, mamiyo tomondagi muskullarning tonus oshib ketdi. Ko'rasizmi qanaqa oson? Regrovka qilib qo'yasiz, hammasini to'g'rilab qo'yasiz. Bo'ldi. U natija o'zi sirasi o'zini tiklaydi, tana sirasi ishlashni boshlaydi. Siz turtki berib yuboring bo'ldi. Endi qarang, normada hamma narsa teng mana. Tazga og'irlik teng keladi. Golovkalarga og'irlik teng tushadi. Tizzaga teng tushyapti. Og'irlik teng tushyapti. Shuni hisobiga o'zi oyoq ham bir xil tekis. Bu yoqda nima bo'lyapti? Masalan, qorindan tortib turgan joylar bor, bu payi tortib ketyapti, bu yig'yapti-da, oyoq shu. Bunda nima bo'lyapti? Bo'lishi mumkin, belli kvadrat muskullari mana bu yoqqa ulanib ketganda, bu tortib yotibdi bel tomondan-da, bu ichki payi tortib ketyapti-da, bu buni tortib ketyapti. Oyoqni bo'lsa, mana bu qismlari yaxshi ishlamayapti. Shundan buzilish kelib chiqadi, juda ham oson. Ishlov berishni bilsangiz bo'ldi, regrovka qilishni bilsangiz bo'ldi. Tushunarlimi farqi? Tushunarli. Sirlari ham tushunarlimi? Oson ekan. Oson, juda ham oson. Anatomiyani bilsangiz вообще oson. Просто ключ topib olasizda, shaqillatib burab ketaverasiz hamma yoqni to'g'rilab. Juda ham oson. Endi Mana stoplar. ikkisi bosardimi? Anaqa minut ko'payib ketadi. Yo'q, yuraversin. Endi qarang, mana xuddi mana bu boyagi valgusniy deformatsiyani to'pig'idagi shakli. Ko'rasizmi? Qanaqa darajada mana bu tomon o'zgarib ketyapti. X ta valgusniy stopa, ploskovalgusniy stopa deyilyapti-ku. O'sha ploskovalgusniy stopada уже o'zgarish qanaqa bo'ladi? Ko'rasizmi? Oyoq qanaqa darajada bu yoqqa qarab qashayib ketyapti. Yalpayib ketadi. Mamiyo tomoni ichkariga kirib, mamiyo tomon yalpayib ketadi. Ko'rgansiz. Ana sizni ham diagnozingizda bola xuddi shunaqa. Natijani qayerdan kelganini ko'rdingiz-a? Xo'sh. Mana. Norma. Bu o'zi bo'tdagi gumbazni o'sha ishlamayotgan muskullari, tortishmalari, bo'shliklarni balkim hisobiga ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi izam ploskiy. Bu-chi? Bu вообще qiyin. Buni ham ishlatib olsangiz bo'ladi agar o'sha rigidnost bo'lmasa.
Lekin eng yomon holat mana bu operatsiyagacha boradi. Ko'pchilik bu haqida ma'lumot bermaydi. Bunda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Tovon o'sha ajralib qolganmi? Yo'q, hozir ko'rsataman. Suyagi ham boshqacha. Suyagi vashcha o'zgarib ketadi. Qarang. Oyoq normada turibdi. Endi bunda mana bu ustidagi qismi bor-ku, me'yoridan juda ham yuqoriga ko'tariladi. Me'yoridan vobshe yuqoriga ko'tarilib ketadi. Ko'rasizmi? Toflilar kiyganda mana shu ishib turadi. Mana bunday toflilar kiyadi-ku. Mana bunaqa joyi juda xunuk turadi. Ishib turadi. Oyoq izi bo'lsa, xuddi mana bunaqa o'rtasi yo'qda, tovon bilan oldi tushadi. Nimaga? Chunki mana bu ichkarisi me'yordan ortiq tortilib turibdi. O'sha biza yo'q deydigan gumbazimiz me'yordan ortiq. Bu ham patologiya, bu ham og'riq. Bunda o'sha doktorlar mana bu yerdan kiradi-da, mana payini kesib beradi. Bu ham juda yomon. Masaj bilan to'g'rilanadi. Yo'q. Masaj, parafin, boshqa narsalar vaqtinchalik bu holatda. Bunda tepalari qanaqa bo'ladi? Bunda tepalari qiyshiq bo'ladi. X-obrazniga o'xshagan qiyshiq bo'ladi, lekin ichkari mana bu juda bundoq qarasangiz, "Voy, plastoskopiya emas-ku, mana anaqasi bor, gumbazi bor" deysiz. Topa olmaysiz, nimaga paxotka bunaqa xunuk? Nimaga bunaqa g'alati yuradi bu odam? Bola o'sha qizmi, anaqami, bolami? Nimaga bunaqa g'alati yuradi? Vроде бы hammasi yaxshi. Даже gumbazi ham bor. Lekin nimaga bola paxotkasi xunuk? Chunki u juda me'yordan ortiq ko'tarilgan. Normadan ko'tarilgan bo'lganini hisobiga o'sha tanada disbalans, bo'tdagi suyaklarga nagruska tushganini hisobiga shishib chiqadi. Oyoq kiyimlar kiysa mana bunaqa joyi, ayniqsa qiz bolalarda tuflilarda mana bunaqa joyi bo'rtib shishib turadi, xunuk turadi. Shundan bilib olsanglar bo'ladi. Oyoq kiyimi moslasham qiyin bo'lsa kerak. Juda qiyin. Bu doktorlar daryoda payini kesib turib, tovonday suyagan to'g'rilanadi. Ha, chunki mana bu pay bor-ku. Mana bu pay bor-ku. Mana bu tortilib ketgan, ko'rasizmi? Ichkariga kirib ketgan. De, mana bu normada turish kerak bo'lgan suyaklarni ham tepaga chiqarib qo'ygan, ko'rasizmi? O'sha suyagi ham boshqacha. Mana. Bu slishkam плоский, mana tekis bo'lib turibdi mana. Yo'q sivot mana. Oyoqda nagruska noto'g'ri qismlanadi. Oyoqni kaft ustida og'riq bo'ladi, boldirida og'riq bo'ladi, tepada, tazda og'riq bo'ladi, bo'yinda keturadi u og'riq, buzib keturadi. Bu norma, ko'ryapsizmi mana? O'zini normada sivoti bor. Normada suyaklar shakllangan, oyoq shakli ham mana norma. Bunda slishkam tekis, ko'ryapsizmi? Suyaklar ham tekis mana. Bu ham shakllanmagan mana. Yassi. Endi buni qarasangiz, slishkam tepaga ko'tarilib ketgan mana. Даже mana bu yerga suyak ham mana. Ko'ryapsizmi? Shuni hisobiga muammo bor. Tovoni ham boshqacha. Ko'tarilib ketgan, ko'ryapsizmi mana bu yerda? Mana. Hozir o'chirsam, yana bir marta razm so'rasizlar. Farqini ko'ryapsizlarmi? Norma, patologiya, bu ham patologiya. Shunga qarab, masajlarni qilaverasizlar. Keyin qo'lingizdan kelmaydigan narsaga ortiqcha o'zingizlarni qiynab va'da berib qo'ymaysizlar. Va'da berib qo'ysanglar, ona kutadi. O'zini problemasini ilojisi yo'q degan bo'lsa ham doktor baribir umid bo'ladi odamda. Ayniqsa muammosi ko'p bolalarni. Siz va'da berib qo'ydingizmi, bajarmaganingiz hisob. Bajarganingiz emas. Bajarmadingizmi, bo'ldi, qila olmadi. Atrofingizda qanaqa gap ko'paydi? Olib bordim, yo'q, qila olmadi. Atak uni sizdan boshqasi ham qilib bera olmaydi. Prosta siz qo'lingizdan kelmaydigan narsa, ilojisi yo'q narsaga va'da berib qo'ygansiz. Oyoqingizlar qanaqa bo'ladi? Ko'ryapsizmi? Varusni deformatsiyada men natijani qayerdan keladi dedim? Ichidan keladi. Ichidan kelganning hisobiga oyog'ini ham ichiga bosadi. Oyog'ini ichiga ham bosadi, X-larda ham bosadi, obraznida ham bosadi. Ko'ryapsizmi? Ichidan kelganning hisobiga oyoq qanaqa o'zgarib ketadi? Deformatsiya qanaqa bo'ladi? Valgusli deformatsiyada tashqaridan kelganning hisobiga mana oyoq ham tashqariga qaraydi. Mana bu yerdan suyaklar qiyshaygan, ko'ryapsizmi? Normada ko'radigan bo'lsangiz, oyoq baribir normada o'zini
Aporasi bo'ladi, normada tashqariga bundoq joylashadi, tanani muvozanatini olish uchun, mustahkam yerda ushlab turish uchun, u normada ham shunaqa bo'ladi, lekin mana bu suyakli tekis bo'ladi, buzilmagan bo'ladi bular. Mana bu X'larda bor-ku, ta'zir boshqacha bo'ladi-ku, Boshqacha o'zgaradi-ku, o'shandachi gavdasini ham Go'da yo ham. bu yoqqa, yo bu yoqqa. Ha, chunki apurani hisobiga. Endi bu kasalapiylik. Bu ham tug'ma bo'ladi ko'pincha. Mana bu narsani bola tug'ilganda o'zi aniq bo'ladi. Kasalapiy oyoq o'zi tug'ilganda uni diagnozi qo'yiladi, chunki oyoq me'yordan ortiq buralib ketgan bo'ladi. Juda ham me'yordan ortiq. Bu oddiy emas. Bu oddiy emas. Ko'rasizmi? Ichki tomonga qattiq qiyshaygan, barmog'i o'zgargan, undan keyin oyoq shunaqa holatda qiyshiq bo'ladi. Bola 20-21 kunlik chillasi chiqqanda operatsiya qildiriladi. Tortib turgan payli kesiladi. Oyoqni norma holatida gips qilib qo'yiladi. Tug'ilganda shunaqa tug'iladi. Tug'ilganda shunaqa tug'iladi. Chunki ona qornida shunaqa joylashib qoladi. Yoki nimadir narusheniya bo'lganda hisobiga ikki qatligida o'sha narsa sabab bo'lib qoladi. Bir xillarda nasliy ham deb aytishadi. Suyi suradi deyshadi. Uni sabablari ko'p. Bu massaj bilan tug'ilganmi? Lekin massaj doimiy buyuriladi. Siz bu holatga operatsiyasiz, osteopatiyasiz, gipslarsiz olib kelishingiz qiyin. Uni ham darajasi bor. Yengil mundoq qiyshayib tug'ilgan bo'lsa-da, massaj ilojisi bor. Lekin sal undan o'tgan darajasi bo'lsa, plus osteopatiya qo'shib, plus fiksatorlar bilan to'g'riladi, ilojisi bor. Lekin konkretni mana bunaqa darajada gipssiz, operatsiyasiz uni ilojisi yo'q. Chunki bola katta bo'lgan sari bo'tdagi spazm oshib ketib qoladi. Oyoqlar battar bujimayib qiyshayib ketib qoladi. Yumshoq paytida 21 kunlikdan o'tkazib yuborsa ham doktorlar keyin menimcha qabul qilmaydi. O'sha kichkinaligida 7-21 kunligida operatsiya qilinadi bola. Darajaga qarab, muammoga qarab, bolani ko'tarishiga qarab, problema bilan tug'ilgan bo'lsa, nafas olishida, qon aylanishida problemalar bo'lsa, yuragida problemalar bo'lsa qilinmaydi. Lekin bolaning ahvoli ko'taradi. Iloji boricha tezroq bu narsani bartaraf qilish kerak bo'lgan degan joyda qilinadi. Tushundinglar? Sizlar prosta massaj qilmaysizlar. Sizlar bilib qilasizlar. Keyin bu problemalarga baribir massaj yoziladi, chunki ichkarida holat o'zi tug'ma shunaqa edi. Muammo tegida bor edi. U sizlar massaj bilan yordam berib turmasanglar, u paytda yana tortib ketishi mumkin, yana buni tortib ketishi mumkin. Operatsiyadan keyin ham. Operatsiyadan keyin bular даже oyoqni bunda ochib qo'yadigan o'zini shinasi bo'ladi. Tegidan regirovka qilinadigan, bunda ochib qo'yadigan shinasi bo'ladi. Shunaqa qaysi bolangizga taqqansiz? Shu kattani bitta sal ichkarigani qiladi-yu, mana shunaqa ko'p qilaveradi tug'ilganda. Ko'rdingizmi? O'sha problema bolaligida tug'ilganda bo'lgan. Lekin Sizga fiksator ro'zi yetgan. Yengil aniq bo'ladi degan, kuchli emas degan. Siz даже bolangizni har 6 oyda doimiy massaj qilib turishingiz kerak. Doimiy bo'lishi shart, chunki bola o'syapti, pay ichkarida tortilib qolish kerak emas. Bolani suyagiga mos bo'lish kerak pay. Agar kalta bo'lsa, rezinkadek tortib ketaveradi. Tushundinglar? Deformatsiyalar darajalari. Oyoqning pastidagi deformatsiyalar darajalari ko'rasizmi? Bunaqa problemalar o'sha nevrologiyalarda anaqalarda bo'ladi. Mana bu oxirgisi turibdi-ku. Mana bu qizimda tug'ilganda, shunaqa bu yoniga mana bunaqasiga tug'ilgan, yopishib. Ko'rdingiz, problema tegadi uni. Shu joylashuvida. Shunaqa joylashuv. Rivojlanayotganda. Shunaqa rivojlanyapti. Keyin ortopedga olib borganimizda mashqlarni ko'rsatgan, massaj olganmiz, keyin yaxshi bo'lib ketgan. Qo'yvoradi, vaqtida yordam bersangiz qo'yganman-da, haligi shunaqa tug'ilgan. Har xil holat bo'ladi. Bola tug'ilayotganda o'sha qanaqadir yo'ldan o'tayotganda ham problema bo'lib qolishi Bir mumkin. tarafida shunaqa bo'lgan edi. Mana boyagi problemamiz. Mana yana o'sha kasalapiy yangi tug'ilgan chaqaloqning oyog'i qanaqa formada bo'ladi? Shu ichkariga-ku. X. X. Sizlar X rasmini
shundoq ko'rganinglarda o'sha aniqlay olishinglar kerak kojani holatidan, suyini holatidan boladagi deformatsiya, boladagi tonus hisobiga kelib chiqyaptimi yokida muskullarning gipotonusi hisobidan kelib chiqyaptimi? Yo'l ikki xil. Massaj qilish ham har xil. Ko'rsangiz vроде бы ikkiz. Bu ham X, bu ham X. Lekin bu muammo nimani hisobiga kelib chiqyapti? Bolani muskullari bo'shligidan nagruska to'g'ridan-to'g'ri suyakka tushib, shuni hisobiga qiyshiqlik bo'lyaptimi? Yokida boyagi ko'rsatgan paylarim ichkaridan tortib ketib, suyini o'zi bilan qiyshatib ketyaptimi? Qaysi biri? O'sha rasmini ko'rganingizdan farqini bilishingiz kerak. Bunda lekin payda qilyaptimi? Qarang, men bu aytgan joyga ham mana bu dumpay bor. Ana ozgina informatsiya kallashlashni boshlanyapti. Bunisida mishsalari bo'sh. Mishsalari bo'sh. To'ppa-to'g'ri. Mana kalla ishlayapti. Qarang. Bu yerda ochganimni ochdimmi? Hozir surilib ketib qoladi. Chunki qarang, mana bunaqa joy aytdingiz-ku, dumpay qolgani bunda unaqa emas. Zo'r. Mana sizlar qizlar, shu zo'r. Qarang, bunda natijение kelyapti. Bu уже o'zgarishni boshlayapti, ikkisimon bo'lyapti, уже bu yerda sinib ketyapti barmoqlar. Bunda konkretno muskul ishlayapti. Chunki oyoq do'mpayib osilib turibdi muskul, shallallab turibdi, shalvillab deydimi? Shalvillab turibdi, nagruska oyoqqa tushyapti, mamiyo tomon qiyshayib, mamiyo tomon chiqib ketyapti. Ikkaloviga ikki xil texnika ishlatasizlar. Bunga ham o'sha ketmaydi. Siz hozir men buni bo'shataman deysiz. O'sha bo'shashtiruvchi usullar bilan siz ish boshlaysiz. Lekin xuddi shu ish qilganingizda mana bunaqa problema bilan kelgan bolaga qilsangiz, xo'j bo'ladi. 5 battar qilasiz bu bolani oyog'ini. Sal oyog'i qiyshig'i vashi buklanib kirib ketadi ichiga. Chunki siz noto'g'ri paylar bilan, noto'g'ri muskul yo'nalish bilan ishlaysiz. Bundachi yokida bunga qiladigan, qattim qiladigan qilishingiz kerak bo'lgan masaj bunga qildingiz, nima bo'ladi? Ichkari tomon xuddi boyaga aytgan bolamga o'xshab tortilib ketadi. Mamiyo o'zi tortib, mamani kuchaytirib boradi. Mana bunaqa oyoqni o'zrosdan ko'rinishi ham aytarkan. Unga razm solish kerak. Men sizlarga nima deyman? Sizlarda informatsiya bo'lsa, ya'ni qurol bo'lsa qo'lingizda, miyanglarning xabari bor narsa qo'lingizga keladi. Miyanglarning xabari yo'q narsadan hech narsani xabari bo'lmaydi. Siz agar mana shu narsa to'g'risida men sizga informatsiya bermasam, bu ham X deb ketaverasiz. farqlashib bilmaysiz. Buni ham oyog'i qiyshiq, buni ham oyog'i qiyshiq. Buni ham paxotkasida muammo, buni ham paxotkasida muammo. Lekin sabab boshqa-ku. Bunda gipotonus hisobiga muskul ishlamayapti. Muskul ishlamagandan keyin osilib qolyapti. Ichkarida suyi uni tutib turishga majbur. Hamma nagruska to'g'ridan-to'g'ri suyakka tushyapti, chunki butun tananing og'irligini oyoq ko'taradi. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu bola точно yo displaziya bo'lgan pay bilan yaxshi ishlanmagan, yo tug'ilganda bo'ynida problema bo'lgan, yo stapasida. Lekin men katta ehtimol bilan stapasida muammo demagan bo'lardim. Chunki stapa endi buzilib ketdi, ko'ryapsizmi? Men bunaqa emas. Lekin men buni aytgan bo'lishi mumkin, masalan, taxmin qilishim mumkin. Bu bola tug'ilganda o'zi kislorod bilan bog'liq gipoksiya muammosi bo'lgan. Muskullarda qon aylanishi yaxshi bo'lmagan, muskullar gipotonus bo'lgan, yesho massaj qilishganda to'pg'on aylantirishgan. Buzishgan. Shuni hisobiga o'sha opora ketyapti ichki tomonga qarab, oyoq qiyshayib ketyapti. Ko'ryapsizmi? O'sha hammasini yo'li har xil. O'sha bolani turgan holatidan qatdan buzilish ketyapti. Qatdan anaqa. Yoki mana bunaqa bola kelsa-da, massajchini yomonlasa. Voy, men anaqa massajni oyoqni aylantirish kerak emas ligini bilardim, lekin meni massajchim oyog'imni aylantirib qo'ydi deb jalba qiladi. Bunaqa holatlar menda rosa ko'p bo'ladi. Qarayman deb, massajchi sizni to'pig'ingizni buzmagan deyman. Aylantirgan bo'lsa ham o'sha to'g'ri gradusda, to'g'ri yo'lda aylantirishni bilgan, to'pig'idan buzilmagan. Bu bolangizga o'zi azali tug'ilganda problemasi bo'lgan bo'ynida. Azali problemasi bo'lgan tazida. Siz oxirgacha massajingizni oldirmagansiz. Displaziyani oxirgacha qaratmagansiz. Desam, sirazi jim bo'ladi. Hozir odamlarga rosa oson bo'lib qolgan to'nkab qo'yish. Men sizlardan shu narsalardan himoya qilgim keladi sizlarni. To'xtanglar. Qilayotgan ishlarni nimaga bajarayotganinglarni bilinglar-da. Ertaga tuhmatlarga, orqanglardan gap so'zga qolib ketmanglar deb anaqa qilgim keladi.
Xabaringlar bo'lsin degim keladi, tushunasizmi? Keltirib bera olasiz. Keltirib bera olasiz. Agar o'zingizga uvering bo'lsangiz, bilimingiz bo'lsa, cho'tki keltirib bera olasiz. Masalan, yoki siz oldingizga kelib qolsa, "Sen meni bolamni to'pig'ini aylantiravering" desa, yoki-da "Sen meni bolamni massaj qiluvding" desa, qanaqa qilib o'zingizni anaqa sizdan emasligini keltirib bera olasiz? Qanaqa qilib? Aytaylik, bolada mana bunaqa problema bor. Qanaqa qilib keltirib berasiz? Siz nima qilganingizni yaxshi bilasiz. Siz mana shu bolaga nima ish qilganingizni yaxshi bilasiz. Siz nima ish qilganingizni bilganingiz uchun ham keltirib bera olasiz. Agar siz nima ish qilganingizni bilmasangiz, ko'r-ko'rona massaj qilgan bo'lsangiz-da, massajdan keyin meni bolamda mana bunaqa bo'lib qoldi desa, qaltirashni boshlaysiz. Qochishni boshlaysiz, telefonni olmaslikni boshlaysiz, bosib qo'yishni boshlaysiz. U keyin, "Ha, ana bu to'chni qilgan, mashq qilgan, mashinadan keyin bo'ldi meni bolam" deydi-da, keyin ketdi. Yo'q joydan siz aydor qilib qo'ying. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Даже bir marta bo'lgan. Bolani men har doim massaj qilishimni tekshirib olaman. Har doim, har kuni. Tekshirmayapti deb o'ylashingiz mumkin, lekin men naglas ham yo'q, bitta-bitta qarab chiqaman. Xo'sh, juma unda kech payt massaj qiladim. Juma kuni kechqurun massaj olib ketdi bola. Shanba kuni kechqurun oyisi menga telefon qildi. Rosa baqirib yig'ladi-da, elektroforez, parafin olmayman deb yig'ladi-da. Oyisi ma'mitimizga kirib protsedura oldi bizdan. Boshqa qizlardan, shogirdidan protsedura oldi. Men ichkarida bolasiga qarayapman. Hafiza opa, bolam rosa yig'ladi, bilaman, sho'x, lekin chimchilab olishi shart emas edi deyapti menga. Keyin men aytdim, "Voy, oyisi, men unaqa odatim yo'q. Men unaqa anaqa qilmayman, birovning bolasiga unaqa ozor yetkazadigan yoki anaqa qiladigan odatim yo'q. Sen bo'li. U bola har kuni yig'laydi, har kuni reaksiya qiladi, chunki unga yoqmaydi elektroforezi bijillashi, parafinni qaynab qo'yilishi yoqmaydi. Sen bo'li, erkalik qiladi atrofidagi odamlarga. Bo'ldi, keling" dedim. "Yo'q, Hafiza opa, mabodo chimchilab olmoqmidingiz, davomman-da, Hafiza opa, bilasiz-ku, hammaga bola shirin-ku" deyapti. Uje pasaydi. "Yo'q, kelasan" dedim. "Yetib olib kelasan, bolani olib kelasan meni oldimga" dedim. "Men ko'rishim kerak, ko'rmasam bo'lmaydi" dedim. Keyin kelishdi, qarasam, uje bu yo'q ekspertiza. Rostdan chimchilangan. Rostdan bunda o'yilganda, rostdan atrofida ko'kimtir bor-da, ko'kimtir atrofida siyoh rang atrofida o'sha sarg'ayish bor, o'rtalarida sarg'ayish bor. Bu svejiy chimchilanganda bo'lmaydi. Svejiy bo'lmaydi. Juma kuni bog'chapamiz chimchilaganlar. Bog'chadan chiqib uyda shunda ovqatlanganlar, kiyim ham o'zgarmagan, massajga kelganlar. To'g'ri o'sha kuni rostdan ham massajda onasi o'sha meni qo'limga chiqib anaqa qilganiga ko'tini olib tekshirmaganman, shogirdlar qo'ygan parafin elektroforezi rostdan ham. De, o'sha shanba kuni bir kun o'tgandan keyin bolasini cho'miltirayotganda ko'karish chiqib turibdi-da. Keyin ona eslagan o'tirib, bog'chadan keldi, uyga keldim. "Ha, Hafiza opa massajlarda yig'layotgandim, men mana bu yerda massaj olayotgandim, hoy chimchilab oldilar" deyapti-da. Tushunasizmi? O'sha bu sizga anaqa, sizga mana shunaqa adalжение bilan telefon qilsa qanaqa ahvolga tushasiz? Keltirib bera olmasangiz nima bo'ladi? O'shanda bizda shunaqa problema bo'ldi. Bu eng yengili. Yengillardan bittasi, yengil shamol deydi. O'shanga o'xshab joyida keltirib berganman. Bo'lmasam o'sha bog'chada nimadir problema bo'ldi, lekin bog'chaga telefon qilishdi, qo'yibman nimaga? Chunki bolasini qo'lida-da. Har kunduz kuni soat 9 dan 6 gacha o'sha o'tirish kerak-da. Baribir shayton har yo'lga olib boradimi? Onani to'g'ri tushunaman. Masalan, u ham atilabdan qilmaydi, u emotsiyada baribir bola shirin rostdan ham. Siz ham bolangiz o'qib qo'ymalar bo'lsa, chimchilab bo'lsa ko'kartirib, indamasdan qarab turmasingiz. Xullas, shunaqa problemalar uchrab turadi. Agar sizni bilimingiz bo'lsa, o'zingiz ishonsangiz, o'zingizni himoya qilib olasiz. Любой situatsiyada keltirib bera olasiz, chunki siz unaqa ish qilmaganligingizni yaxshi bilasiz. Tushundingiz? Xo'sh. Endi boyaga aytganingiz. Boya aytdingiz-ku. Nimagadir chiqmayapti.
Xo'sh. Позвоночникka beradigan zararlari. Zo'yimiz qani? Ikkitadan Bir yo'q yelka pasta ham bo'lib qoladi shu. Ha, нарушение осанка deb yozaylik. O'shani o'sha tomondan ko'ramiz endi. Ne qo'lingiz pasta. Skoliozga tortishi mumkinmi? Конечно-da. Bilmam bunaqa bo'ldi. Bir yo'q yelka pasta bo'lgandan keyin sekin o'zgarish boshladi. Ayniqsa hozir popkan hisobiga. Oo, vashta yaxshi. Ko'p bolalar skolyoz bo'lib ketyapti. Popkan hisobiga. Popkasini ko'tarsangiz siz ham skolyoz bo'lasiz. To'ppa to'g'ri. Siz ham bo'lasiz. To'ppa to'g'ri. Dars Chunki o'tirganda ham bunaqa. me'yordan Kitob ortiq daftari juda og'ir. Juda og'ir. Stolkasi tekis bo'lingiz ham qishayapti. to'ppa to'g'ri. Sen bo'laylar bitta yelkaga olsanmi ketdi. To'ppa to'g'ri. Ambrasini chiqaramiz. Bolaligida bo'yni bilan problemasi bor bola, bolaligida u tug'ilganda travma oldi. Bo'ynidan krivashaya bo'ldi. Ortigacha tuzatilmadi, ozgina qolib ketdi. Nima bo'ldi kelajakda? Umurtqa pog'onasi, idiopatический skolyoz, tazga og'irlik noto'g'ri taqsimlanishi, golovkalarda og'irlik taqsimlanishi, noto'g'riligi и oyoq X. Tepasi limonani diagnozi. Bizda o'zi Atlant bilan tast asosiy most. И pastdagi to'piq. Muammo shular orasida bo'ladi. To'piq, tizza, taz, bo'yin. Ko'rasizmi? Mana shu mostlarimizda yo'q, botdan boshlanadi. Qiyshayib oyoqning uchiga beradi. Oyoqning uchidan boshlanadi. Tepaga muammo xuddi shunaqa, даже нарушение осанка, bir yoq yelkani balandligi, bir yoq yelkani pastligi, tazni perikostligi, baland pastligi, orasidagi umurtqalarning qiyshiqligi, pastda buzilish bo'lsa ham xuddi shunaqa beradi. Tug'ilganda tepada muammo bo'lsa ham, yoki bola yiqilsa ham xuddi shunaqa o'zgarishlar borib bo'lib ketadi bola o'sgan sari. Chunki bola yiqilib udar olgan paytida mana bu umurtqa pog'onasini kichkina siljigani, ozgina siljigani yillar o'tgan sari katta muammoni keltirib chiqaradi. Bu aniq, bu isbotlangan narsalar. Yoki-da bolada tazda muammo bor. Tug'ilganda mana shu 4 ta suyak bilan bog'liq muammo bo'ldi. O'tgan safargi darsda ko'rsatib berdim, tazni umumiy yig'ib ko'rdik-ku. Bo'tga ham problema beradi, bo'tga ham problema beradi. Yoki-da qaranglar, sizlarga juda anaqa narsa-da bu. Oldi tomondan ko'ringani yo'q ekanmi? Nima? Oldi tomondan. Emasmi? Oldingizga Yo'q. Buni ham oyog'i yo'q. Mana oyog'i bor, buni ham oyog'i yo'q. Men oyoqsiz berdinglar bizga. Yo'kida qarang. Tizzasi. Most va mana ularga 4 ta most. Tizza yiqildi. Kecha shanba kuni bitta ayolni tizzalarini to'g'irladim. Ko'rdingiz shu yerda. Ularda nima bo'lgan? Zinaga tizzalar bilan yiqilganlar. Tizzani ko'zi bor, bunaqa chashqasi. Mana bu yoqdan suyak keladi, mana bu yoqdan suyak keladi. O'rtada chashqa bularni ikkalasini bundoq birlashtirib turadi mana bu yerda. Mana bu yerda bunda chashqa bo'ladi mana. Mana shu narsa mana bu yoqqa qarab qiyshayib ketgan. Ochilib qolgan. Ikkinchi oyoqlarning suyagini qaraydigan bo'lsak, mana shuni mana bu yoqga chizib bera qoling. Qarang. Suyak kelyapti. Suyak kelyapti, masalan, imamda chashqa turibdi-da, zinaga yiqilganlarda bittasi bu yoq tomonga qarab harakatlanib surilib qolyapti. Endi ikkinchi oyoqlardagi chashqa mana yoqqa chiqib qoldi. Zinaga yiqilganlar yo'q. Bitta oyoqlari bundoq tushgan, bitta oyoqlari primoy tushgan.
ikkalasi mana shunday tushgan. Bir oyoqni suyagi, bir oyoqni suyagi mana bu chiqib qolgan. O'rtada yo'q suyak. Suyak og'riyapti oyog'im, g'irtillayapti dotli. Конечно, g'irtillaydi. Uni защита qiladigani yo'q. Bular bir-biriga primoy uryapti. Bir-birini o'yadi. O'yadi. Mamiyo tomonga chiqib ketgan, tepaga chiqib ketgan suyin mana bu pustoy. Joyida yo'q suyak. Siz hammasini qo'lingiz bilan paypaslab topishingiz kerak. Hammasini tortib ketayotgan tomonidan udalit qilib, o'zini joyiga saqlanib qolishingiz kerak. Hammasini, hamma problemalarni, hammasida. Bizlarning qiladigan ishimiz faqat balans berish, qolganini tanani o'zi bajaradi. Tortib ketayotgan tomonni to'xtatasiz. O'zini joyini ko'rsatasiz, o'sha yerga saqlanib qilasiz, bo'ldi. Oson, asli qiladigan ishimiz juda oson. Faqat tushunmasangiz bo'ldi logikasini. Juda oson. Endi bularga biz nima qildik? Biz bu suyini topdik, paypaslab problemasini. Bo'tdan tortib ketayotgan natijaniyani udalit qilib, joyiga qo'yib, teplab qo'ydik. Bo'ldi. Qolganini tanam o'zi bajaradi. Buni nima qildik? Bu yoqqa buralib ketgan, yiqilganda siqilib qolgan muskulni tepadan ishlab keldik. Bo'shashdi. Joyiga surdik. Bo'tni chegaralab teyib qo'yib, yopishtirib qo'ydik. Bo'ldi. Qolganini tanani o'zi bajaradi. Endi oyoqlari turganda paxotka o'zi o'zgardimi? Chunki bular mana yo'dagi og'riq kuchli bo'lganda, bu yo'dagi og'riq kuchli bo'lganda hisobiga, xo'sh, 10 oyoqdagi problema kuchli bo'lganiga nagruskalarni tanani chap tomoniga berganlar. 10 tomon oyoq qattiqroq og'riydi, uni oyoq avtomatik odam bilmagan holda chap oyog'iga osiladi. Endi chap oyoqda ham o'zi muammo yetarli. U ham og'riydi. Tik tura olmaydi, ko'p yura olmaydi, o'tirib oladi, yura olmaydi, bozor o'charlarda mazza qilib yura olmaydi, aylanib, masalan, uzoqlarga bora olmaydi. O'tiradi, yotadi, o'tiradi, yotadi, ozgina yuradi, o'tiradi, yotadi. Endi bu qiyshiqliklarni nimasi yomon, masalan, baribir turibdi-ku, baribir yuribdi-ku. Og'ruvdan boshqa desangiz, tana shunaqa darajada aqlli. Bo'tda problema bo'lgandan keyin xoh u oyoqni pasti bo'lsin, xoh tizza bo'lsin, xoh taz bo'lsin, xoh bo'yin bo'lsin, mutanossiblashga majbur. Chunki bu yoq tomon ishlamayotgandi, bu yoq tomonni olib yurishga majbur. Nima qiladi endi tana? Qiyshayadi. Muvozanat qilish kerak-ku. Tortib ketayotgan tomonni balans qilish uchun bir yoq tomon nagruskada qolib ketadi. Har doim mana shu disbalans hisobiga qiyshiqliklar kelib chiqadi bizda o'zi aslida. Siz endi mashinasini qayerdan kelayotganini topsangiz, mana sizga norma. Qayerdan kelyapti bu? Bo'yindanmi, tazdanmi, tizzadanmi, stapadanmi? Qaysi biridan? Qaysi biridan chiqar ekan? Ko'rasizmi? Qaysi biridandir bo'lishi mumkin. Qaysi biridandir bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga qiyshashlik kelib chiqadi. Men sizlarga bugun oyoq temasini o'tib beraman. Skoliozga keyin yana chuqur kiramiz. Hop. Tushunarlimi? Men bilan qaraylik. Buqillar ham kirib ketyapti. Конечно, chunki bu tortib ketyapti. Даже shularda aqlingiz yetmaydi, bir xillarni ichki organlardan ham bo'lishi mumkin. O'sha umurtqa pog'onasi muammolarida yana chuqur kiramiz. Hop bunga. Hozir oyoqqa qaytamiz. Xo'sh. Endi bizlarning qiladigan ishimiz
tortib turgan muskullarni bo'shatish, bo'shashgan muskullarni ishlashga rag'bat berish. Lekin o'zi normada ham, mana ko'rayotgan bo'lsangiz 1,5 yoshgacha shu ona qornida taxlanib turgani hisobiga, oyoq hali ishlashga kuchlanishi, olishi kuchi yetmagani hisobiga ichkaridagi suyeni, даже mana men bunda ham даже liniya o'tkazib berishgan ekan bizga. Men sizlarga chizib berdim-ku boya, даже tayyor ekan. Qarang. Bu suyak hali og'irlikni olishiga yetmagani uchun, ichkarida juda tog'ayga o'xshagan mo'rt suyak bo'lgani uchun oyoq shunaqa formada o'zi tabiatan bo'ladi. Tabiatan bo'ladi. Bularga taxta boyla, uni boyla kerak emas. Endi 1,5 yoshdan 2 yoshgacha yetganda suyaklar rivojlanishi, ichkaridagi suyaklar qotishi, mustahkamlanishi boshlaydi. Lekin shu yerda agar problemalar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda tepada aytdim-ku, bizning vazifamiz o'shalarni balansga qo'yib berish. Bo'shab ketayotgan bo'lsa, rag'bat ber, tortib ketayotgan bo'lsa, bo'shatib qo'y. Bo'ldi, bizning qiladigan ishimiz oson, faqat shu. Endi o'sha 3-4 yoshda rostdan ham anatomik shunaqa formani oladi, chunki oldin bu yoqqa yig'ilib olib keyin o'sadi bola. Norma bu, ko'ryapsizmi? Sal ikkisimon bo'lishi norma. Sal ikkisimon bo'lishi. Lekin bizni ko'rayotganlarimiz bor, mana bunaqa formadagi oyoqlarchi, u o'zi bo'lish kerak bo'lgan oyoqda, unga taxta boylab tashlashadi. Shundoq ham bola o'sib kelayotganda shu etaplardan o'tib, keyin mana shunaqa tekislanadi. Shundoq ham. Lekin problema nima bo'lyapti? O'zi shundoq ham rivojlanayotgan oyoqni to'g'rilayman deb battar buzib qo'yishyapti. U faqat taxta boylashda emas, noto'g'ri masaj qilishda ham gap. Me'yordan ortiq cho'zib yuborish, me'yordan ortiq qotirib yuborish, nabarot tomonga ishlab qo'yish ko'p bizning masajchilarning orasida. O'zi shundoq ham tortib yotgan tomonni kirgizaman deyshadi, uni ezurishadi, bosib urishadi. Ay. Muammo o'tda emas. Sen faqat qiyshiqlikni ko'ryapsan, muammo o'tda emas. Tushunyapsizmi? Normada shundoq ham o'zi shunaqa tabiatan bo'ladi. Agar botdan tortishmalar o'sha 4 ta mostdagi muammo kuchli bo'lmasa, u o'tib ketadi. Bizning vazifamiz o'shani tekshirib, rag'bat berib, balans berib chiqarib yuborish bo'ldi. Qolganini o'zini tanani o'zi o'sib bajaradi. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana 7 yoshdan 10 yoshgacha o'sha normada rivojlanib bo'ldi. Travmalari bo'lmasa, vitaminlar joyida bo'lsa, pitaniyasi yaxshi bo'lishi kerak. Chunki asosga yetarli bo'lishi kerak. Rivojlanib o'sish uchun fundamentda bo'lishi kerak. Minerali, vitamini, kalsiysi, fosfori, magniysi, hammasi, feritini, hammasi. Endi travmali bo'lishi kerak emas. Xoh u boyaga opaga o'xshab, bola yiqilmaydi deb o'ylaysizmi? Necha marta yiqiladi bola? Yurib olguncha qancha kunda bilan yiqiladi. Bizning ishimiz mana shu muammolarni bartaraf qilib qo'yish. Travmalarni olib qo'yish, balansi berish. Tizza bilan yiqildi bola. Tizza ketdi bu yoqqa qarab. Mana hozir mashina ham chizib ko'rsataman mana shu. Bola kuti bilan yiqiladi. Nima bo'ladi? Umurtqa siljiydi. Manba qisilib qolishi mumkin nervlar orasidagi. Nerv qisilgandan keyin oyoq ishab ketadi. Yokida oyog'ini qayirib oldi. Cho'zildi bir yoq tomon. Cho'zilib qolgandan keyin mana bu yoq tomon ishlamagandan keyin mana bu yoq tomon zo'r qilib qiyshayadimi? Qiyshayadi. Tizza bilan yiqildi. Boyiga mana bu sentrda turish kerak bo'lgan tizza mana bu yoqqa siljib qoldi. Yokida boyiga opaniga o'xshab mana bu yoqqa chiqib qoldi. Nima bo'ladi? Buzildi. Yokida masajchi buzadi. Yana bitta bo'lishi mumkin, masajchi buzadi. Normada rivojlanib ketganini masajchi buzadi. Yokida mantiga pay boru butini paxotkani to'g'rilayman deb o'ylaydi, yiradi. Normadan ortiq yiradi. Yirgandan keyin nima bo'ladi? Ishtoni katta rezinkasi bo'shab ketgan ishtonni kiyib olganda ichkarida pay qiynaladi, suyakka nagruska tushadi, yana haligi muammo. Ko'rasizmi, qancha sabab bor. Bu aytayotganimizning qaysi qismi bo'lishi mumkin? Tushunasizmi? Shuning uchun bitta yodlanib olgan shablonga sizlar yopishib olib, hamma bolaga bir xil masaj qilmanglar, problemani topinglar. Teggidagi problema nima? Nimani hisobiga mana shu muammo kelib chiqyapti? Mushtari ipi? Ha? Miya qaynayaptimi? qaynayapti. Savollar. Savol bunga aytmasdim. Men bu stapada
bosh barmog'ini anaqasi chiqib ketadi. U halus valgus. Suyi Yon tomondan suya chiqib ketadi-yu, u halus valgus. Unaqa ham bo'ladi. U ham nimani hisobiga bo'ladi? Yosh bolalarda bo'lsa, tanada nagruzka noto'g'ri, o'sha suyaga ko'proq nagruzka tushadi. Chunki tana o'shanga ilinib turibdi. Bo'ldi, u dosh bera olmaydi, u chiqib ketadi. Katta odamlarda po'shtani hisobiga bo'lishi mumkin. Kalsiy bilan bog'liq narusheniylarda bo'lishi mumkin. Nasliy bo'lishi mumkin. Mumkin. nasli ham bo'ladi. Nasliy ham bo'lishi mumkin. Lekin oldi ustki tuflilar kiyilgan-ku, ayollar orasida baland bo'shanadi, oldi ustki tuflilar. Shuni hisobida juda ko'p bo'lgan o'shanaqa problemalar. Mana hozirgi o'sha halus valguslarni ham ko'rsanglar, o'sha qizlik paytida o'sha anaqa oldingi paytda hozir endi obuvlar o'zgarib ketdi, krossovkalar bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. O'shanda uchi ustki tufli kiyib, suyini qisib oyoqni uchini mana qilib yurganini hisobiga bu yoq chiqib ketgan. Bolalarda ham bor-ku lekin hozir. Bolalarda aytaman, nagruzka noto'g'ri taqsimlanishi. U ham shunaqa bo'linmalardan bo'lgan. Hammasi to'rtta o'sha muslardan bo'ladi. Savollar o'rtoqlar. Savol ko'rmayman. Nimaga savol ko'rmayman? Shuncha tug'ilmaydimi shuncha anaqalarda? Bo'lishi mumkin bitta savol. Shunaqa muammolarni qanaqa qilib yechim beramiz, qanaqa qilib masaj qilamiz? Ursiga endi o'tamiz. Yo'q, shu joygacha hammasi tushunarlimi? Tushunarli, ha. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Chaynab sovaman. Точнami? Tushunarli bo'pti. Zo'r bo'ldi, tushunarli. Sizgachi? Aynisi taxtani qo'ymaslik tushunarli bo'ldi. Mana shu darsgacha men o'tgan qanday tahdid edi. Shu Taxta? menda ham. Yo'q. Yo'q. O'zgardimi fikringlar? O'zgardi. O'zgardimi? Taxtani hisobiga bo'lmaydi natija. Mana shu orasidagi siz paylarni to'g'ri ishlaganingiz, bak masaj qilasiz, bellarni masaj qilasiz, mamlarni masaj qilasiz, mamutlarni masaj qilasiz, mamutlarni masaj qilasiz. O'shani bilib-bilmay to'g'ri bajarib qo'yganingiz hisobiga bo'ladi. Lekin taxtani hisobiga bo'lmagan bo'ladi. Aniq javob beraman. Chunki biz onaning qornidan inson farzandi bo'lib tug'ildikmi, inson shaklida rivojlanamiz, bu aniq. Kuchukni bolasi kuchuk bo'ladi, mushukni bolasi mushuk bo'ladi. Mushukni bolasi qanaqa bilasiz ko'rinishda, u agar chachishtirilmagan bo'lsa, u gibrid bo'lib qolmaydi-da, tushunasizmi? Masalan, fil oyog'i odam oyog'iga aylanib qolishi mumkin emas. Xuddi o'shanga o'xshab, oyoq o'zi Alloh bizga qanaqa bergan, shunaqa rivojlanish ketadi. Agar patologiya bo'lmasa, yoki orada travmalar bo'lmasa, buzilishlar bo'lmasa, yoki o'sha tashqaridan sun'iy bizlar masajchilarning aralashuvini noto'g'riligi hisobiga agar noto'g'ri aralashuv hisobiga qiyshash bo'lmasa, u oyoq xuddi shunaqa rivojlanadi, xuddi shunaqa shakllanadi. Sog'lom bolaga masaj kerak emas. Lutchi kerak emas, buzilgandan ko'ra kerak emas, to'g'risi. Sog'lom bolaga kerak emas. Men Jizzaxli bolani ko'rdim, sog'lomligini. To'piqlari buzilmagan, tizzalari anaqa qilmagan, otda yurgan, umurtqalari moshni, sustavlari moshni Jizzaxli bolani ko'rdim. Ito unda ham ozgina narusheniya asanka qorindagi operatsiyani hisobiga ketayotgan ekan, uni ham o'sha enferlar qilib osteopatiya qilganimizdan o'tib ketdi, даже masajga ham anaqa qilmadi. Jizzaxda poliklinikaga chiqib masaj olsangiz bo'ladi. No, unda ham e'tiboring mana bu ishlarni qilmasin dedim. Chunki bolaning sustavi sog'lom, buzilmagan. Nimaga buzilmagan desiz, o'sha paytgacha masaj olmagan ekan. Ko'rasizmi? To'g'risi. Hammaga ham ishonolmaydi do'stlar. Yo'q, mana qarang-da, rostda bunda ko'zimizni ochib, ko'zimizni bo'yamasdan, bunda aniq vektor bilan qaraylik-da. To'g'ri, oldin masaj rivojlanmagan paytda problemalar bo'lgan, zaporojyolar bo'lgan, qiyshuvliklar bo'lgan, pachoqliklar bo'lgan, uni ham beshuga to'nkashgan. Hozir yo'qmi? Hech kim bolasini beshikka pashga yotqizmayapti. Hozir bolalar boshi pachoq emasmi? Oldin bolalar masaj olmagan, qaynonalar bir hisob to'g'ri aytadi. Oldin bolalar masaj olmagan. Hozir masaj olib yaxshi bo'lib ketyapti hammaning bolasi. Nimaga? Chunki noto'g'ri. Chunki bitta naqada oldingi masajchilar faqat silab ularni qon aylanishini yaxshi bergan. Yo'q, oldin chuqur masaj ham bo'lgan, bizanikiga o'xshagan chuqur masajlar ham bo'lgan, bo'ldi gрамотный bo'lganda. Juda kam. 30 yil mana. Даже 35 yil oralig'ini olaylik, mustaqilligimizni aralashtirmayman. No, uzilish aytyapman sizlarga. O'sha payt uzilish bo'ldi.
SSR bilan bir nimalar bo'ldi, doktorlar bilan uzilishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, hamma o'sha tomon bo'lib ketdi. Mana shu narsa ta'sir qildi. O'sha kitobdagi narsalar bilan qolib ketdik. Karantindan buyog'iga rivojlanamiz. 2022 plus 4 yil rivojlanamiz. To'g'risi, undan oldin hamma narsa shu yodlanmagan shablon bo'lgan. Даже men poliklinikada ham ishlaganman, vazirlikda ham ishlaganman. Men o'zim praktikamda aytdilar, manda bitta bu aytyaptilar-da. Nimaga sizni masajingiz buncha pul? Nimaga sizni masajingiz 300 ming, 500 ming? Nimaga? Hamma ko'chada 50 mingdan masaj qilib-ku. Men dedim sizga 3 kurs qilib beraman. Xudo xolis natija zo'r bo'ladi. Xudo xolisa. Siz 1 yillab qatnamaysiz masajga. Dedimda, 35 minut 40 minut qildim chiqib ketdim masajga. Nimaga 1 soat masaj? Nimaga 1 soat emas? Nimaga 1 soat? Sizga nima qizig'i bor? Sizga natija kerak, bolangiz tuzalsin, navarangiz tuzalsin. Bo'ldi, xo'p, meni shohida bo'pti. Agar natija bo'lmasa, dedim, men 3-kursda oxirida pulingizni hammasini o'zingizga uyering, bo'voringda. Tashlab chiqib ketaman dedim. Вот mana 3 ta kurs masajdan keyin kirdilar. Rahmat shohida sizga. Nimaga aytsam, mana o'zlarini qizlari xuddi shunaqa diagnoz bilan, mana hozir qizlari 35 ga chiqibdi. Xuddi shunaqa diagnoz bilan masajga olib borganlar. Men xuddi shu diagnoz bilan men 1 yil masajga olib borganman qizimni. 1 soat qildirganman. 1 yil masajga qatnashgan. 1 soat masaj olishgan. O'sha kuni aytayotdilar. Xo'p, desam, o'shanda faqat nomnomda silardi, bo'ldi ketdi. 1 soat mashman bilan gap sotib silab o'tirardi. Endi hamma har xilda, bitta odam manaqasidan qaror chiqarib olmaymiz, lekin o'zi toza masaj to'qimadan to'qimaga o'tib, yo'q, mana qanaqa? Просто silardilar, chiqib ketardi. De, ani 1 yil yurganman, keyin u hozir mana siz masaj qilayotganingizda men internetda o'tirdim ko'rib. O'tirdim, bu nima masaj bu? Men o'sha paytda qizimga olgan masajim qon aylanishini yaxshi berganlik hisobida rezultat bo'lgan, faqat uzoqroq vaqt. Shunaqa. Siz mana bu FK bu narsalarni qo'shyapsiz, elektroforiz qo'shyapsiz, parafin qo'shyapsiz, shuni hisobiga sizni tezlashgan ekan. Lekin ani 1 yil to'lagandan ko'ra men 3 oy pul to'lagan yaxshi ekan bizga. Odamlar tushunadi, vaqt kerak ozgina, lekin hozir уже ko'pchilik tushunib qolgan. Lekin shuni tushuntirib bilish ham yaxshi natija bo'ladi-da, baribir. Masalan, meni ham oldimga kelib qoladi. Ko'chada 50 mingdan masaj qilishyapti-ku, nimaga sizga 300 ming berishim kerak masajga deyshadi. Voy, bunaqa darajada ko'p. To'g'risida, masalan, rostda mana ko'chada 50 mingdan masaj qilishyapti. Nimaga Hafizani masaji 300 ming? Dagodagi. Nimaga? Chunki men aytaman, 50 minglik masajchiga bemalol olib boravering, meni e'tirozim yo'q. Meni tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Undan eshitdim-da maqtadi-da, men bundan eshitdim-da maqtadi-da. Mana shunaqa. Bolasi yaxshi bo'lganini ko'zim bilan ko'rdim, lekin 300 ming chiqib ketish oson emas-da. Lekin aytaman, 50 minglik masajga boring. Agar natija ola olmasangiz, qaytib keling, bemalol. Yo'q, natija ola olmasligimni bilaman. Odamlar biladi, prosta siz bilan farqingizni bilish kerak. Men keyin aytaman, oyisi, agar men sizga osteopatiya narxi 300 ming, masaj narxi 150 ming, yana boshqa enferlar qilsam, boshqa metodikalar bilan ishlasam, nech pul bo'ladi? Bir kunlik masajingiz $100 bo'ladi. Lekin men hamma bilimlarimni to'plab, sizni bolangizni problemasiga qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha ishlab, peshonamdan o'sha o'qib, qiynalib, bolalarim osh-ovqatsiz qolib ketgan kunlariga, mana anta sarg'ayib yomg'ir tegida qolib ketgan kunlarimga, bolalarim ochnahor uyda o'tirgan kuniga 300 ming. O'sha kitob titkilab kechasi bilan ko'zimni achishtirib chiqqanimga 300 ming. 50 minglik balkim o'ziga anaqa stoyt ko'rayotgan bo'lsa, mayli overing. Yo'q, anaqa bir xillar oradan keyin shunaqalar chiqadi. Rahim qiling, becharaman, san rahming kelmaydimi? Shunchalik noinsofmisan, 300 mingdan qo'yib olasanmi masajingni narxini? Bunaqalar ham chiqadi. Opa, ko'cha to'la masajchi. Men o'zimni, anaqamni, mehnatimni yarashasini so'rayman. Sizni shunchagina yulayotganim yo'q. Xohlasangiz mana, keling, o'chirtga yozdiring. Bo'lmasam, opa kechirasiz. Oldin men rosa shunaqa jertvalarga kirib ketganman, lekin hech baraka topmaganman, to'g'risi. Siz o'ylaysiz, o'sha 300 ming sizga masaj bersa kambag'al bo'lib qoladi deb o'ylaysizmi? Yo'kida siz uni anaqa qilib qo'ydingizmi endi? Kambag'al qilib qo'ydingizmi? Yo'q. Savobning o'zini joyi bor, savobning o'zini o'rni bo'ladi, lekin bunaqa jertvalar sizdan foydalanadi-da.
Esimga tushadi yana. Uyga borsangiz. Yo'q, unaqalar ham bo'ladi. Bitta ichki kiyimchalik bo'lmaydi-da, siz anaqangiz. Menda shunaqa bo'lganda, bitta ichki kiyim narxiga arzitmagan. Lekin massajni puliga talashgan, voy bechora anaqaman degan. Rosa manipulyatsiya qilgan. Voy bechora ekanda men uni ishini boshlaganman-da, ertasiga men 3-4 kun o'tgandan keyin, sal o'rtoq bo'lib qolgandan keyin $50 o'zimga ichki kiyim oldim degan. Yoqdimi? O'zingizni qadringizni qo'yib oling, o'zingizga anaqalar Alloh rizq nasibingizni jo'naturadi. Aytadigan toshki ichida yorib ko'rsa, qumursqaga rizqini yetkazgan Alloh, seni ham rizqingni yetkazadi, uni ham rizqini. Uni rizqi seni bo'yningda emas. Kambag'al ham bo'lib qolmaydi o'sha 300 ming bilan, bechora ham bo'lib qolmaydi. Siz bir uni rizqini yeb qolgan ham bo'lib qolmaysiz. Siz o'zingiz mehnatingizga yarashasini so'rayapsiz. Chunki siz umringizni, vaqtingizni, energiyangizni, sog'lig'ingizni shu kasbga bag'ishlayapsiz. Unda natija qilib bera olasizsiz, shuning uchun olasiz u pulni. Tushundingiz? Tushunarlimi? Savollar. Savol. Tushunganingiz, tushunmaganingiz savol. Primoydagilar maza qilyapti, qaymog'ini olib. Yo'q, o'chirmaganmizmi? Voy, primoydagilarga o'chirilmaganmi? Ha, mayli, nasibinglar qo'shilib qopti. Hozir aytayotganingizdek. Fishka joylari, mayli, nasibda, masalan, meni xayolimda ham o'sha esimdan chiqib ketibdi. Odamning nasibasi qo'shilsa hech gap emas. Shunaqa. Demak, texnikalarga o'tamiz. Baraka toping deyishadi. Ushbu video darsi orqali siz bilgan ushbu diagnozlarga yana qo'shimcha ozgina ma'lumotlar bera olgan bo'lsak, bundan biz juda ham xursandmiz hamda sizdan like kutib qolamiz. Bundan tashqari, Hafiza biz bildik, bu diagnozlar haqida shuncha ma'lumot bor ekan, lekin ularni qanaqa qilib taxtasiz, oson zamonaviy massaj texnikalari bilan agar natijaga olib chiqishimiz mumkin degan savol uyg'ongan bo'lsa, aynan pastdagi raqamlarga siz aloqaga chiqing, yopiq master-klass guruhlarimizda qatnashib bilimingizni oshiring yoki tayyor onlayn darslikni sotib olib, o'z bilimlaringizni oshiring hamda natijangizni yuqori qilib, daromadingizni ham yuqori darajaga chiqaring.